Agar Allohim bermasa, bandasi shunday ham chalanmaydi. Shunday chalish bormi? O'shani ham Alloh beradi. Ota bu aytar edi. Alloh nazar qilmasa eshak bozorga dallol bo'lmaysan deb. Shu bor gap shu. Va birodarlar, birov dehqon, qarangda hayotni. Birov nonvoy, birov u, birov bu. Kim nima bo'lgan bo'lsa Alloh bergan bo'ladi. Bandasi xato qilmasin. Men aqlliman, men mehnatkaşman, o'shanga boyman. Mehnatkash boy bo'lmaydi. Alloh bergan boy bo'ladi. Mehnatkash boy bo'lsa edi, mehnat bilan odam boy qolsaydi, eshak boy bo'lardi. Eshak nihoyatda mehnatkash, uni hamma biladi. Boshingizga sinov kelsa hech qachon o'kinmang. Hatto sinovlar ketma-ket kelsa siqilmang. Alloh meni yomon ko'radi demang. Alloh yomon ko'rgan bandasiga sinov bermaydi, birodarlar. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga sinov beradi. Hatto sinovlarni ketma-ket beradi. Alloh taolo toqatingizdan tashqari bermaydi. Agar ketma-ket sinov kelayotgan bo'lsa, sizga bilingki, sizning toqatingiz baland. Ishlagan pulimga to'ylar qilaman, mehmonga deb baland